Diqqat, endi ajrashganlarga jarima joriy etilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. Rossiyada ajrashganlarga jarima joriy etilishi mumkin. Deputatlar ajrim uchun 40 ming rubllik to'lov taklif qilmoqda. Rossiyada nikohni bekor qilganlar uchun qo'shimcha jarima joriy etilishi taklif etildi. Yediniya Rossiya deputati Mikhail Ivanov ajrim uchun 40 ming rubl, nikohdan o'tayotgan fuqarolarga esa 20 ming rubl to'lash tartibini joriy etishni taklif qilgan. Deputatga ko'ra, bu cheklangan budjet sharoitida oilalar sonini saqlab qolishga xizmat qiladi. Ivanov shuningdek qonunchilikka onalik va bolalikni obro'sizlantirishni taqiqlovchi me'yor kiritish zarurligini aytgan. Oila siyosati borasida federal darajada ham muhokamalar kuchaygan. Ayni payt ajrashgan ota-onalarni bolani birgalikda tarbiyalashga majburlovchi qonun loyihasi ko'rib chiqilmoqda, deyilgan xabarda.